Tak. Bo'lmasam, Sherzod aka, sizga so'z. Assalomu alaykum do'stlar. Yaxshimisizlar? Charchamasdan, shu vaqtinglarni ayamasdan Zoomga kirganinglarga ham rahmat kattakon. Yo'masam bugungi mavzu bo'yicha prezentatsiyani translyatsiya qilamiz. Prezentatsiya bo'yicha boshida o'tib chiqamiz, undan keyin birma-bir boshqa qismlarni ko'rib chiqamiz. Xo'p. Prezentatsiyamiz bo'yicha umumiy o'zi bugungi mavzu nimadan kelib chiqdiki, biz uzun marketda ko'rdik, что logistik sborlarni, ya'ni yo'l kiralarni olish to'lovlari o'zgardi va shu borada aniqlikni kiritish uchun va unit ekonomika hisoblayotganda adashmaslikni ta'minlash uchun bugungi prezentatsiyani ko'rib chiqamiz. Hop. Ekran ko'rinyaptimi? Prezentatsiya ko'rinyaptimi hammaga? Yozib yuborsanglar, shunga qarab tutamiz. Tak, birinchi ko'rinyaptimi ekran? Hop. Demak, hammaning xabari bor. Logistik sborlar 1-iyuldan o'zgaradigan bo'ldi. Bunda oldingi holatimiz qanaqa edi? Oldingi holatimiz 10.000 so'mgacha bo'lsa, 2.000 so'm to'lardik logistik sbor, 10.000 so'mgacha chekimiz bo'ladigan bo'lsa, agar kichik gabarit tovarlarga tegishli faqat bu, 10.000 so'mdan 99.000 gacha bo'ladigan bo'lsa narximiz, unaqada 4.000 olinardi va 99.000 dan yuqori bo'lgan tovarlarga 6.000 so'm logistik sbor olinardi. O'rta gabarit tovar va yirik gabarit tovarlarga 8.000 va 20.000 to'lov bo'lardi. Endi 1-iyundan boshlab turib logistik sborimiz qanaqa o'zgaryapti? 2.000 so'mlik to'lovimiz, ya'ni 10.000 so'mgacha bo'lgan to'lovimiz olib tashildi va umumiy 99.000 gacha bo'lgan logistik sbor faqatgina 4.000 so'm qolyapti. Qolgan o'rta gabarit tovarlar, yirik gabarit tovarlar o'zgarmayapti. 100.000 so'mdan faqat kichik gabarit tovar to'g'risida bugun gaplashamiz. Kichik gabarit tovarda ikkita narx qoldi endi. Faqat 99.000 gacha bo'lsa 4.000 so'm, 99.000 dan yuqori bo'lsa 6.000 so'm. Bu yerda ko'p odamlar savol bergan, qanaqasiga o'zgartirsak bo'ladi, endi nima ish bo'ladi deganda, shuni o'zimizni misolimizda ham ko'rib chiqamiz, nima qilgan bo'lardik. Biz nimalarni tavsiya qilamiz? Agar hozir sotib turgan tovaringlar bo'ladigan bo'lsa, 10.000 so'mgacha bo'lgan tovarlar, uni boshida unit ekonomikasida, ya'ni tan narx hisoblashinglarda 2.000 so'm logistik sbor kiritgansizlar. Shuning uchun maksimal ravishda tez 1-iyungacha bu tovarlarni sotish kerak. Har xil aksiyalarga, kalendarniy aksiyalarga, boshqa aksiyalarga qo'yish kerak. Bundan tashqari, mabodo agar 1-iyundan keyin qoladigan bo'lsa, bu уже omborxonaga FBO bo'yicha ortib qo'ygan tovaringlar qoladigan bo'lsa, u tovarni уже qaytarib turib boshqatdan narxini o'zgartirish to'g'ri keladi. Nimaga? Ikkinchi tavsiya shu bo'ladiki, 10.000 so'mgacha bo'lgan tovarlar, misol uchun 5.000, 6.000, 7.000 so'mlik bo'lgan tovarlar уже ko'tarmaydi. 2.000 so'm, to есть 4.000 so'm logistik sbor qo'shilgani hisobiga. Nima qilsa bo'ladiki, biz o'zimizda ham bunaqa tovarlarimiz juda ham ko'p. Misol uchun ruchkalar bor yoki boshqa shunga o'xshagan bijuteriya tovarlarimiz bor. Savollar berganda ham bitta odam aytibdi, misol ro'molni taqadigan qisqildirgich bor, 3.000-4.000 so'm turadi. Buni faqatgina komplekt qilib sotadigan bo'lsangiz, sizga ham, mijozga ham bu arzon tushadi. Nimaga? Biz o'zimiz ruchkalarni shunaqa sotamiz. Misol uchun 5 talik to'plamimiz bor, 10 talik, 20 talik, 100 talik to'plamimiz bor. Bunda 10 ta uchun ham, 20 ta uchun ham bir SKU bo'ladi bu. Ya'ni 10 ta to'plamingiz bir SKU bo'ladi. Faqat esdan chiqish kerak emas. Anaqani timestamp olgan paytda o'sha SKUsiga to'plamni ichidagi sonini yozib qo'yish kerak. Misol uchun ichida 10 dona qismdan iborat yoki 3 dona qismdan iborat degan narsani belgilab qo'yish kerak. Nimagaki, mabodo PVZga buyurtmani berish shoxobchasiga borgan paytda mijoz uni ko'radi. Ko'rgandan keyin 10 tani o'rniga 9 ta qaytarib beradigan bo'lsa, PVZ xodimi o'sha ro'yxatga qarab turib sanab olish kerak. 10 tani bermabsiz, bittasi sizda qolib ketdi degan e'tirozini bildiradi. Shuning uchun eng yaxshi effektivniy yo'li bu faqatgina
uzumda emas, katta Amazonda ham, Wildberries'larda ham bunaqa metodika qo'llanadi. Buni skladchilik deyiladi. To'plam qilib sotish. 5 talik, 10 talik, 20 talik, 100 talik qilib to'plam qilib sotsa bo'ladi. Bunda o'sha 20 taga shu 4000 so'm logistika bo'lib yuboriladi, bo'ldi. Bu arzon chekli tovarda hali logistika o'zgarmagan holda ham biz shu metod qo'llab kelamiz. Bunda уже ancha-muncha pulinglarni tejab qolasizlar. Xo'p, o'zi tegi mana unit ekonomikani hisob-kitob qilgan paytda biz mana hozir mana bu jadvalni ko'rsanglar bo'ladi. Ko'pchilikda xatosi nima bo'ladiki, faqatgina tovarni tan narxini olishadi yoki yo'l kirasini hisoblashadi va undan keyin uni ustiga foydasini qo'yib turib sotishni boshlashadi. Mayda-chuda juda ham ko'p tan narx hisoblanayotgan paytda, ya'ni unit ekonomik hisoblanayotgan paytda e'tiborga olinmaydigan jihatlari juda ham ko'p. Mana hozir bu jadvalda biz o'zimizni Proyecom ekosistemamiz ichida hisob-kitob qanaqa olib borishimizni ko'rsatganmiz. Misol uchun bu jadvaldan o'zingizlar ham foydalansanglar bo'ladi. Mana bu birinchi ustunda bu SKU nomi, tovarimizning nomi. Keyingisida SKU ni qo'yib chiqamiz, shu adashmaslik uchun. Undan keyin biz asosan Xitoydan tovar xarid qilamiz. Bu yerda yuandagi narxini yozib qo'yamiz. Agar misol uchun faqat O'zbekistonda bo'ladigan bo'lsa, uni so'mini yozsanglar ham bo'ladi. Keyingisida ko'radigan bo'lsak, biz ta'minotchidan xarid qilinayotgan narximizni yozamiz. Misol uchun mana bu yerda ko'rib o'tgan bo'lsangiz, 4 yuandan olinyapti yoki 7 yuandan olinyapti degan narsani qo'yib boramiz. Undan keyin endi O'zbekistonda hisob-kitoblar, boshqa narsalar ko'pi dollarda hisob-kitob qilish oson bo'lgani uchun biz buni dollarga o'tkazib olamiz, dollar kursiga qarab turib. Xo'p. Undan keyingi ustunimizda bizda уже bu yerda ta'minotchidan xarid qilingan narxi dollarda chiqib kelyapti. Va undan keyingisida уже marketplace-gacha bo'lgan narximiz bu yerda qo'shilib boshqa xarajatlarimiz qo'shilgandan keyin marketplace-dagi narximiz chiqib keladi. Bundan tashqari, bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, bu xarajatlar qatdan hosil bo'lyapti deydigan bo'lsak, biz bu yerda o'ng qo'lda ko'rishimiz mumkin. O'ng qo'limizda biz tovarimizni o'zini logistika xarajatdan tashqari, bu yerda hozir mana logistika xarajati bor, tovarimizni yetkazib olib kelish xarajati. Bundan tashqari biz marketingga qiladigan xarajatimizni ham shuni ichiga qo'shamiz. Chunki har bitta tovarimizdan 5% gacha marketingga pul ajratamiz. Nimaga deydigan bo'lsangiz, bu stop yoqiladi. Tashqaridan misol trafik tortishingiz bor, yo blogerlar bilan ishlashingiz bor, yoki misol uchun tovaringiz ichiga har xil flyerlar qo'yishingiz bor. Shular hammasi marketing xarajat hisoblanadi. Hozirgi paytda misol tovarni faqatgina uzumga qo'yib, joylab qo'yib sotish bilan ish bitmaydi. Shuning uchun zapusk qilayotgan paytda marketingga katta boost qilish kerak. Ichkaridagi boost stopni ham yoqish kerak. Bundan tashqaridan ham trafik olib kelish kerak. Bu juda ham katta effekt beradi. Shuning uchun tovarni tan narxini hisoblayotganda уже oldindan biz 5% qo'shib ketib qolamiz. Ko'pchilik hisobga olmaydigan xarajat bor, RKO deyiladi. Bu расчетный komissiya tovarni mahsulotni bankdagi misol xarajatlaringiz 1% olib qoladi yoki misol tovaringizni pulini Xitoyga yoki boshqa joyga jo'natayotgan paytingizda u yerda pulni jo'natib berishingizga oladigan komissiyalari bor, konvertatsiya komissiyalari bor. Shularning hammasini hisobga olmasa, bu oxirida o'zingizning marjingizdan to'lash kerak bo'ladi. Shuning uchun RKO ni ham albatta hisobga olish kerak. Undan tashqari bu yerda mana уже gabaritingizga qarab turib logistik sboringizni qo'shasiz. Mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, sarov bilan belgilab qo'yilgan mahsulotni gabaritlari degan joyda bu yerda уже logistik sbori qo'shiladi. Gabaritiga qarab turib, yo hozirgi paytda 4000, yo 6000, yo 8000, yo 20000 qo'shib boriladi. Xo'p, undan keyin albatta yana unit ekonomikamizga biz 10% neüchtenniy расходlar, ya'ni hisobga olinmagan xarajatlar deb turib, yana 10% qo'shamiz albatta. Bu endi tovar turiga qarab bo'ladi.
agar sizni chekingiz balon chekli tovarlar bo'ladigan bo'lsa, bu soответственно qo'shadigan foizingiz nechtomli расходlik kichkina bo'ladi. Kimdir 1% qo'shish mumkin, kimdir 3%. Biz endi yuqori marjali tovarlar sotamiz, eng kamida 20% marjali tovarlar. Shuning uchun oldindan 10% ham qo'shib ketamiz. Nimaga bu ishni qilamizki, biza tovar tanlayotgan paytimizda oldindan hisob-kitobini chiqarib, qaysi tovarimiz bizga yaxshi foyda olib kelayotgan bo'lsa, o'sha tovarni sotishga qo'yamiz. Agar shu hisobotimizda mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, oxirida gabarit hisoblangandan keyin keyingi slaydimizda bizda foydamiz chiqib keladi. Foydamiz marjinalniz bo'yicha yaxshi foiz berayotgan bo'lsa, unaqada u tovarni olib pul tikishga arzigulik bo'ladi va uni sotishga qo'yiladi. Agar shu hisobotni o'zida biz har bitta mayda-chuda hisobotlar xarajatlarni hisobga olganimizdan keyin foydamiz kichikroq bo'layotgan bo'lsa, bu tovarga prosta pul tikilmaydi, bo'ldi. Mana bu yerda gabaritga qarab turib, biza даже bir oy mana bu saru bilan belgilangan ustundan keyingisini ko'radigan bo'lsangiz, gabaritga qarab turib, bir oy davomida bu tovarimizni biza omborda saqlaymiz. Omborda saqlaganimiz uchun, misol uchun 30 so'mdan bo'lsa, kichik gabarit tovarga bizga 900 so'm xarajat tushar ekan degan narsani ham hisobga olib ketamiz. Chunki tovaringiz yaxshi sotilayotgan paytda unga yarasha siz ortib omborxonaga FBO sistemasi bo'yicha ortganingizdan keyin mabodo u mavsumiy tovar bo'lsa yoki qanaqadir boshqa omillar tufayli savdo tushadigan bo'lsa, unaqada shu xarajat baribir ham tovar bo'yniga tushadi, ustiga tushadi. Shuning uchun oldindan biz bir oylikni hisobotini olib, shu xarajatni qo'shib ketamiz. Bundan tashqari CPT xarajatlari, ya'ni fulfillment xarajatlari, siz tovaringizni markirovka qilish, upakovka qilish, uni uzun omborxonasiga jo'natib berish xarajatlarni ham hammasini unit economicga albatta qo'shish kerak. Mana bu yerda ustunni ko'radigan bo'lsangiz, saru bilan belgilangandan keyin 10 tarafda 3-ustun. Bu yerda omborxonaga jo'nash xarajatlari bo'lib turibdi. Ko'rayotgan bo'lsangiz 1,5 ming, 1,200 so'm degan xarajatlarimiz turibdi. Hozirgi kunda 2000 gacha ham bu xarajatlar boryapti. Kichik gabarit tovar uchun. Bu xarajatni ham qo'shganingizdan keyin oxirida keyin uje foyda zararlaringiz ko'rinadi. Shunga qarab siz qarorni qabul qilasiz. Yo'q, men savdo qilsam bo'lar ekan shu tovar bilan yoki bu tovar menga kichikroq marja berar ekan, boshqa tovarni sotsam bo'ladi degan narsani ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Xo'p, endi savol-javoblar bo'ladigan bo'lsa, umumiy bugungi mavzuni hozir ochib berdim. Yog'iga savollar bo'ladigan bo'lsa, savol-javob formatida bemalol o'tishimiz mumkin. Umumiy olib qaraganda, men hozir QR kodni ham qo'yib qo'yaman. Shu QR kod orqali meni o'zimni Sherzod Mirxajayev kanali bor. Bu yerda yoritib boramiz biz masalalarni, savol-javoblar, yana shunga o'xshagan narsalar bo'ladigan bo'lsa, bizning kanalda Zoomdan keyin ham bemalol gaplashsak bo'ladi. O'zinglar uchun saqlab qolsanglar bo'ladi. Xo'p, hozir endi savol-javob formatiga o'tamiz. Kimda qanaqa savollar bo'ladi? Uzr, gapingizni bo'lib qo'ydim, Sherzod aka. Biz bilan ushbu vebinarda biznes qo'llab-quvvatlash rahbari Diyor Ozodov ham ishtirok etadilar va savolingizga javob beradilar. Diyor aka, siz ham qo'shiling. Diyor akadan savol-javoblarga javoblarni olamiz. Agar qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, unaqada menga tegishli savol bo'lsa, men ham javob beraveraman. Diyor aka. Tak, siz eshitilmayapti menimcha, Diyor aka. Diyor akaniki menimcha eshitilmayapti. Tak. Hop, men bo'lmasa ekranni demonstratsiyasini o'chirib qo'yaman. Ungacha kimda savollar bo'ladigan bo'lsa, savollarni berib bo'laveradi. Eshitilyaptimi? Ovozim eshitilyaptimi? Eshitilyapti. Sherzod aka, rahmat kattakon tanishtirib o'tganingiz uchun va to'laqonli ma'lumot berib o'tganingiz uchun yangiligimiz haqida. Savol-javob masalasiga keladigan bo'lsak, biz forma yuklaganda, yangilik berganimizda forma yuklanganda, formada oldindan berilgan savollar bor edi. O'sha bir nechta savollar bo'yicha javob berib o'taman va undan keyin o'sha chatga o'tsak bo'ladi. Ya'ni
hozirgi chatimizda berib o'tilgan savollarni. Ravshan aka, savolingizni ko'ryapmiz, chatga yozib o'tsangiz o'qib javob berib o'tamiz, lekin forma bo'yicha birinchi berib o'tilgan o'sha avvalroq berilgan savollarga javob berib o'tishga harakat qilib o'taman. Birinchi savolimiz bu 10 ming so'mgacha bo'lgan tovarlarni logistika xizmati oshirishligi umuman qarshiman. Masalan, ro'molga taqadigan qistirgich yaxshi sotiladi. Shundoq ham 2000 logistikada bozordan ancha qimmat sotiladi. Agar logistika 4000 qilinsa, bu tovarni 15 ming sotishimga to'g'ri keladi. Bozorda esa 2000 so'm. Xaridor yaxshi bozordan yoki magazindan yoki boshqa onlayn magazindan oladi. Bu o'zimni bitta tovarimni misolida xolos deb yozib o'tishibdi. Bu savolingizga Sherzodga ham javob berib o'tdilar avvalroq. Kichkina tovarlarni biz kompaniya tomonidan ham maslahat berib o'tamiz, ularni komplekt qilib sotishni. Komplekt qilib sotganingizda, chunki siz gabaritingizga qarab sotiladi va unit ekonomikangizni hisobotga olganingizda siz bitta tovarni emas, bir nechta tovarni sotish imkoniyatiga ega bo'lasiz va hisob-kitobingiz bo'yicha u gabariti bo'yicha kichik gabaritga to'g'ri kelgan bo'lishidan qat'iy nazar siz logistikaga 4000 so'm to'laysiz, lekin tovarlar soni hisobiga chaqadigan bo'lsangiz, siz baribir plyusga chiqa olasiz logistikangiz bo'yicha. Undan keyingi savolimiz taklif. Agar bir dona mahsulot kartochkasida 5 tadan ortiq SKU model variant bo'lsa, xaridor ikkita turli SKU dan bittadan mahsulot sotib olsa, ikkinchi SKU uchun logistika qo'shimcha 2000 so'm qo'shilsa bo'lmaydi. Misol tariqasida yozib o'tibdilar. Mahsulotning narxi 9000 bo'lsa, bitta donasi xarid qilinsa 4000 so'm, ikkita donasi xarid qilinsa 6000 so'm, uchta donasi xarid qilinsa 8000 so'm. Bu fikr yaxshi fikr deb hisoblaymiz. Buni texniklarimizga yetkazib ko'ramiz va hisob-kitob ishlab chiqarayotganda inobatga olishligini so'rab o'tamiz. Undan tashqari hozir buni qilish imkoniyati bor. Ya'ni siz xususiyat sifatida tovarlarni bir necha xususiyatlarida bitta, ikkita yoki uchta tovarni belgilab o'tishingiz bo'ladi. Ya'ni uchta tovar xususiyat sifatida qo'shib, kartochkangizda o'sha xususiyat sifatida, ya'ni xarakteristikada siz uchta tovarni belgilab, o'sha narx bo'yicha o'zgargan holatda SKUngizni sotadigan bo'lsangiz, u tovar uchun logistika qiymati baribir bitta tovar uchun sifatida yechiladi. Ya'ni logistika bo'yicha gabaritiga qarab, ya'ni o'lchamiga qarab bitta tovar sifatida pul yechiladi. Keyingisi assalomu alaykum. 10 ming so'mdan past tovarlarga logistikani oshirish menimcha eng katta xato ish deb o'ylayman. Chunki 5 ta barmoq barobar bo'lmagandek. Bu yerda ham tepada aytib o'tgandek savol berib o'tilgan, ya'ni tovarlarni arzonligicha qoldirish imkoniyati bo'lmaydi, ya'ni kichik tovarlarni sotish imkoniyati pasayadi, hamma ham sotib olish imkoniyatiga ega emas hamda sotuv pasayishi haqida ma'lumotlar kiritilib o'tirilgan. Bu holatda ham avvalroq aytgan fikrimga qaytib o'taman. Biz tovarlaringizni komplekt qilib sotishingizni maslahat berib o'tamiz. Nima sababdan? Bu logistikani optimizatsiyasiga ham yordam beradi. Bu faqat nafaqat sizlar uchun, balki servis xizmatini yaxshilash sifatida o'ylab chiqarilgan holat hisoblanadi. Ya'ni bittalab tovar yetkazib berish emas, ya'ni o'shani komplekt qilib klientga, ya'ni xaridorga qulaylik tarzida va servis sifatini, logistika sifatini yaxshilash maqsadida olib borilayotgan ishlar hisoblanadi. Yaqinda tushgan DBS tizimi bo'yicha ham to'liqroq ma'lumot bersangizlar deb yozib o'tilgan ekan. DBS haqida ertaga to'laqonli vebinarimiz bo'ladi. Qatnashsanglar bo'ladi. Xuddi shunaqa soat 5 dan 6 gacha taqdim etiladi o'zbek tilida. Keyingi hafta rus tilida bo'lib olib boriladi. Ertaga to'laqonli DBS haqida ma'lumot berib o'tamiz. Qatnashishinglar mumkin. Keyingisi ko'tarilmagani yaxshi edi. O'zi kichik narsaga arzon narx qo'yish kerak. Endi u ko'tarilsa qimmatroq narx qo'yamiz. Основном hamma savollar to'laqonli bir xil tepada berib o'tilgan savollar bilan bir xil. Ya'ni narx oshishi haqida va savdo tushishi haqida beshina bo'ldi. Bu yerda hamkasbimiz mana Sherzod aka siz to'laqonli yoritib berdilar bu ma'lumotnomani qanaqa qilib to'g'ri hisob-kitobni olgan holatda va nima orqali bu holatdan chiqib ketish imkoniyati borligi haqida va bu fikrga men to'laqonli qo'shilaman. Bu birinchidan. Ikkinchidan, hozirgi kunga kelib biz buni ancha voqeli
ma'lumot taqdim etdik. Ya'ni 1-iyuldan, 25-yilning 1-iyulidan bo'lib o'tish uchun chatda ham ko'p savollar ko'rdim. Hozir nima qilish kerak? Kartochkani o'zgartirsam bo'ladimi? Narxini ko'tarsam bo'ladimi yoki nimadir qilsa bo'ladimi? Hozirgi holatda logistika tariflari hali ko'tarilmagan holatda bizani maslahatimiz aksiya orqali tovarlaringizni tezroq sotish imkoniyati borligini taqdim etib o'tardim yoki eslatib o'tardim. Ya'ni aksiyada qatnashib, shu tovarlaringizni tezroq sotib tugatishinglarni. Chunki olib chiqib ketishda ham baribir sizlar pul ishlatasizlar, chunki bizada o'sha bitta yig'ilayotgan tovar uchun baribir pul yechiladi va shu sababli bizani maslahatimiz ekonomikanglar bo'yicha, hisob-kitobinglar bo'yicha to'g'ri kelish uchun tovarni o'zini narxida bo'lsa ham, ya'ni siz komissiyani ustiga qo'ygan o'zingizni narxingiz va qo'shimcha foydangizni narxini olib tashlagan holatda tovarni o'zini o'zi qoplaydigan holatida aksiyalarda skidka berib, o'sha aksiyalarda qatnashib, tovarni tezroq sotib tugatib va undan keyin yangi kartochkalaringizni уже komplekt sifatida olib kirishingizni maslahat berib o'tamiz. Keyingi savol DBS haqida ekan. DBS haqida eslatib o'tdim. Ertaga ma'lumot berib o'tamiz. Yangi boshlanganlarga chuqurroq ma'lumot berilsa deb yozilgan ekan. Yangi kirganlarga chuqurroq ma'lumot berib o'tish uchun avvalambor birinchi bo'lib turib uzun manual, ya'ni bizani instruksiyamiz bilan tanishib chiqishni maslahat berib o'taman. Bu yerda to'laqonli uzun marketda faoliyat yuritish haqida Adan to Yagacha taqdim etilgan ma'lumotlar bor. To'laqonli siz tovarlarni qanday olib kirishingiz, marketda qanday qilib ro'yxatdan o'tishingiz va to'laqonli ma'lumotlar reklamli kampaniya va bizning kompaniya bilan to'laqonli faoliyat yurgizish haqida umumiy ma'lumotnoma bizani manualda yozib o'tilgan, instruksiyamizda bor. Bu ma'lumotlar tanishib chiqishingizni maslahat berib o'taman. Undan keyin agar qanaqadir savollaringiz bo'lsa, yangi sotuvchilarni qo'llab-quvvatlash markazi bor, Uzun Market Helperbot. O'sha yerga murojaat qilsangiz, xodimlarimiz sizga to'laqonli ma'lumot va yordam berib o'tishadi. FBS haqida ham yaxshiroq tushuncha bering. FBS haqida bu sal noo'rinli savol. FBS haqida qisqacha ma'lumot berib o'tishim mumkin. FBS bu tizim ish turi hisoblanadi. Ya'ni siz tovarlarni o'zingizni omboringizda saqlagan holatda sizga buyurtma tushganidan so'ng bizni omborga yoki buyurtma topshirish punktimizga yetkazib berasiz tovarlarni. Yetkazib berganingizdan keyin u xaridorga olib borib beriladi. Belgilangan vaqti bor. O'sha belgilangan vaqt ichida siz tovarlarni yetkazishingiz kerak. FBS tizimi bo'yicha. Doksimiz bo'yicha savollarimiz tugadi. Diyorbek, yaxshi savollar berdingiz, javobini berdingiz. Bu yerda yana mana bu chatda ham savollar berishyapti. Shu chatdagi savollarga ham o'sha jonli javob berib ketishimiz mumkin. Qaysi o'sha o'zimizning hozirgi mavzuga oidlarini. Anaqani to'g'ri aytdingiz. Tovarlarni hozir kimdir sekinroq sotilayotgan tovari bo'ladigan bo'lsa, o'sha именно 10 ming so'mgacha bo'lgan tovarni tez olib chiqib ketish masalasini yoki tez sotib yubormasdan keyin olib chiqib ketaman desa, haqiqatdan baribir ham minusga tushib qolishi mumkin. Sababi olib chiqib ketishga pul to'lanadi. Shuning uchun nima qilish kerak? Mabodo agar savdoni narxini bir xil tovarlar bo'ladi, narxini misol tushirib qo'yganingiz bilan baribir savdosi hajmi ko'tarilib ketadi degan emas. Shularni nima qilsa bo'ladi? Prosta anaqadan tashqaridan har xil kanallar orqali yoki o'zingiz kichkina bitta chek bilan target yoqib turib, o'sha tovarlarga silka orqali, ya'ni havolasi orqali uzunmi o'zingizni kabinetingizga yoki kartochkangizga havola orqali yo'naltirib, o'sha savdo tovaringizni sotishini tezlashtirsangiz bo'ladi. Bu ikkita zo'r narsa bo'ladiki, hozir men yutqizyapman deb o'ylashi mumkin kimdir. Yo'q, siz bu orqali savdongizni
ko'targan bo'lasiz, kartochkangiz tepaga ko'tarilgan bo'ladi. Keyingi olib kiradigan tovaringizni o'sha unit ekonomikasini to'g'irlab turib, o'sha logistik sbori 4 mingni hisobini olib turib boshqa qilib, keyingi tovaringizni o'sha yurib turgan yaxshi kartochkaga joylasangiz bo'ladi. Bundan tashqari o'sha kartochkangizni o'ziga qo'shimcha qilib turib, hozir bitta dona aytaylik, yana ruchka misolida aytadigan bo'lsak, bir dona ruchka sotayotgan bo'lsangiz, o'sha kartochkangizni o'ziga SKUlaringizni ko'paytirsangiz agar, shunda anaqasini nima deydi, to'plamini 3 talik, 4 talik, 5 talik to'plam qilib, o'sha yaxshi yurib turgan kartochkani savdosiga o'sha tovaringizni olib kirsangiz, aylanish tezligi tezlashadi. Bu bitta metodi. Albatta Bundan tashqari qo'shilaman fikringizga. Nafaqat tashqi trafik orqali olib kelsa bo'ladi, balki ichki reklama instrumentlaridan foydalangan holatda, ya'ni BoostTop yoki kalendar aksiya, ya'ni haftalik kalendar aksiyalaridan foydalangan holatda aksiyalarda qatnashib, ishtirok etib, o'zlariga trafik chaqirishlari mumkin va hozirgi narxda ham savdo sotig'ini kuchaytirish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu holatda ham o'zligi sotuvni ko'tara olishadi. Man aytib o'tganim, man sizni fikringizga to'laqonli qo'shilaman. То, что tashqaridan olib kelingan trafik ham albatta bu yaxshi, faqat narx tushirish degani bu hamma narsa sotilib ketadi degani emas, chunki baribir xaridor kerak. Xaridorsiz u narsa sotilmaydi. to'g'ri. Diyoriga bu Tak, aksiyada qatnashish yoki boost yoqish bu must have. Bunsiz iloji yo'q. O'shaning uchun har qanaqa tovar qo'yilganda albatta kalendarni aksiyaga hammasini qo'yish kerak, hammasiga boost yoqish kerak. Nobodi shu ham ta'sir qilmasa, keyin tashqaridan olib kelsa bo'ladi. O'zi boostni yoqqanda ko'pchilik nima deydi, unchalik ko'p ahamiyatga olmaydi shu boost kuchini. Lekin juda ham kuchli instrument. To'g'ri yoqishni biladigan bo'lsangiz, unaqa katta xarajat qilmasdan, kichkina xarajat bilan bemalol savdo qilsangiz bo'ladi. Bu borada alohida menimcha vebinarlar bo'lgan edi, marketing va boost yoqish bo'yicha. O'shanda bu anaqa instrumentlarni boshqasini Uzum akademiyasida, boshqasida ko'rsatib borishadi. Lekin haqiqatan yaxshi ishlaydigan instrument. Hop. tanishib o'tishsa ham bo'ladi. Uzum sotuvchilar YouTube kanali bor. Bu yerda to'laqonli ma'lumot bor. Uzum aynan BoostTop haqida ma'lumotnoma yozib o'tilgan. Agar kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, Uzum Sellers YouTube kanaliga kirib, BoostTop haqida ma'lumot o'rganib chiqsanglar bo'ladi. Bu Sherzodga aytganlaridek juda ham kerakli va yaxshi reklamni instrument hisoblanadi. Savdolaringizni ko'tarishga juda ham yordam beradi. Xuddi shundoq. O'zi mana bu yerda ham hozir savol tushibdi. Men endi savollarni o'qib chiqyapman. Yangi boshlayotganlarga qanaqasiga tavsiya berasiz boshqa deshganda, agar shu yerda yangi boshlayotgan qanaqadir tadbirkorlar bo'ladigan bo'lsa, eng oson yo'li Uzumga kirib kelishchi, bu yo'riqnomani erinmasdan o'tirib o'qib chiqish kerak. Hamma narsa kichkina detaligacha, molekulasigacha hammasi yozib ko'rsatilgan. Prosta endi biz insonmiz, mana hammamiz shunaqamiz, erinamiz, boshqa qilamiz. Agar chuqur shuni o'rganib chiqadigan bo'lsa, haqiqatdan bu bizning pulimiz tejab qoladi. Bekorga qanaqadir xarajat qilib qo'ymaymiz, boshqa qilmaymiz va savdoga chiqib ketishi etaplarini ham bemalol amalga oshirsa bo'ladi. Shuni prosta birinchi yo'riqnomani o'qib chiqaman, undan keyin Uzum akademiyasiga boraman, birinchi qismini o'taman, undan keyin anaqasi bor, Uzum akademiyani top sotuvchilari yoki nima deyilganda, ziyoratga qanaqasi formati Adan yagacha bo'lgan kursimiz bor. Hozir o'zgartirilgan, oldin Pro deb nomlanardi, hozir Adan yagacha kurslarimiz bor. Siz aytganingizdek, o'zimizning top sotuvchilarimiz orqali savdo sotiqqa qanaqa kirib kelish, qanday qilib sotuv qilish, marketing mahsulotlari bo'yicha, unit ekonomikasi bo'yicha ma'lumot berib o'tishadi akademiyamizda. U to'laqonli, ya'ni startdan boshlab siz qanday kirib kelasiz, qanaqa qilib ro'yxatdan o'tasiz, shaxsiy kabinetdan qanday foydalanasiz va уже sotuvga chiqib, sotuvda qanaqa instrumentlar orqali sotuv amalga oshirish imkoniyatini taqdim etadigan kursimiz bor albatta. Bitta qiziq savol tushibdi. Assalomu alaykum. Vazrat bo'lgan tovarlarni xaridor sababini ko'rsatmay qaytarganda logistikaga pul yechilmasin. Vazrat qilish shartlarini ko'rib chiqinglar iltimos. Xaridorlar ishlatib ham qaytarib yuborishyapti. Kartochka berilgan ma'lumotlarni o'qimasdan ham sabab ko'rsatib qaytarishyapti. Mana shu savolga anchadan beri ko'p joyda tushadi bu narsa. Tushuntirib o'tish maqsadida mana hozir video zapis ham bo'lyapti. Keyinchalik boshqalarga ham qulay bo'ladi. Bizni vazrat bo'lgan, ya'ni buyurtmadan qaytgan tovar uchun pul yechmaymiz.
pul faqat sotilgan tovar uchun yechiladi. Tushunmovchilik bo'lishi mumkin. Shaxsiy kabinetda bu ko'rsatiladi. Ya'ni tushgan zakazga tovar, masalan, sizni tovaringizga buyurtma tushdi. O'sha buyurtmangiz tushishi bilan sizni shaxsiy kabinetingizda uje to'laqonli hisob-kitob chiqariladi. Ya'ni logistika uchun pul ham ko'rsatilgan holatda turadi. Keyin o'sha tovaringizni olib ketishgandan so'ng, ya'ni sotib olingandan so'ng logistika uchun pul yechiladi. Agar olib ketilmasa, u pul yechilmaydi. Lekin sizni hisob-kitobingiz oldindan sizga to'g'ri ko'rsatilishi uchun bu oldindan sizga ko'rsatib o'tilgan. Lekin bu degani yechiladi degani emas. Ya'ni siz chiqim pulini hisob-kitob qiladigan bo'lsangiz, chiqimga belgilangan pul hech qachon qaytgan tovarlar uchun logistika xizmati yechilgan holatda taqdim etilmagan. Bu hisob-kitobingizni отчет orqali yuklab olib, tekshirib olishingiz mumkin. Agar qanaqadir noto'g'ri holat bo'ladigan yuzaga kelgan bo'lsa, iltimos qo'llab-quvvatlash markaziga murojaat qilinglar, tekshirib o'tamiz. Lekin hech qachon qaytgan tovar uchun biz pul yechmaymiz logistika. Sherzodga fikrimga qo'shiladi deb o'ylayman. To'g'ri mavzuni aytdingiz. Haqiqatdan bu savol juda ham ko'p bo'ladi. Agar navoda tovarim qaytib qolsa-chi, unga 2 marta pul to'lagan bo'lamanmi, boshqami deb ko'pchilikda adashuvchanligi bor. Biza nima ish qilamiz? Mana o'zimizni metodda aytamiz. Biza savdo qilingan periodni olib, ya'ni kesimni olib, aytaylik 10 kun, 1-chislodan 10-chislagacha savdo qilingan periodini 10 kundan keyin, ya'ni sanani 20-chisida, aytaylik mana moyi sarf hisobini oladigan bo'lsak, biz 1-moydan 10-moygacha bo'lgan savdoni 20-moyda vygruzkasini qilamiz, dandalarni savdo bo'yicha. Va o'sha dandalar tovaringiz o'tga borib, qaytib kelib, omborxonada balkim qanaqadir problemli отделga tushib yoki ichki jarayondan o'tga-bo'tga o'tayotgan davri bo'lishi mumkin. Shuning uchun 10 kun kech siz agar vygruzkani oladigan bo'lsangiz, tovaringiz qanchasi ketgan, qanchasi vazrat bo'ldi, qancha logistik sbor to'ladingiz, hammasi aniqlik bilan ko'rsatiladi. Va shunda hisob-kitobingiz to'g'ri chiqadi. Chunki bu savol berilishidan bejiz emas. Diyor aka, chunki misol uchun qaysidir tovar ketgandan keyin uni ertasi kuni yoki inning kuni vazrat bo'lgandan keyin darhol o'sha joyida hisobotda ko'rmasligi mumkin. Chunki ichki protsessda qayerdadir tiqilib qolgandir tovar yo nimadir bo'lgandir. Продажный chekiga qaytmagan bo'lsa, sotuvchi egasiga qaytmagan bo'lsa, to'g'ri. Xuddi shunaqa. Endi bu vaziyat bo'ladigan, shuncha million tovar ichida shunaqa vaziyat bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'zingizlarni ehtiyotinglarni olib, biz Life Hack Pros'da 10 kundan keyin hisobotni chiqaradigan bo'lsangiz, hamma raqam aniqlik bilan chiqadi. Ana shundan keyin ham sizda qo'lingizda 10 ta tovar bor edi, siz 10 kundan keyin hisobotini oldingiz, 9 tasi sotilib ketibdi, bittasi qaytib ketdi, lekin logistik sbormanda nobodi xatolik bo'lib 10 taga olingan bo'lsa, ana o'shani qo'llab-quvvatlashiga shu danningiz bilan birga beradigan bo'lsangiz, ana ular ham darhol o'shanda yechimini topib berishadi. Albatta. Biz shunaqa metodda ishlaymiz. Keyingi savol bor ekan, bu yerda birinchi sanadan 4000 so'mdan yechiladi deb aytilgan, lekin hozircha logistika 2000 so'm yechilyapti. Keyinchalik bugungacha bo'lgan logistika to'lovlarini birdaniga yechib olinmaydimi? Birinchi sanadan, lekin 1-iyuldan 01/07/2025-yil. 1-iyunni emas. Ya'ni bu oy hali logistik sborimiz o'sha eski holda 2000 so'mdan hisoblanyapti, 10 ming so'mlik tovar uchun. Chunki bu oy mana hozir 1 oy oldimizda vaqt bor, tovarlarimizni yechib olishga pulini va uni o'sha keyingi xil tovarlarga jo'natishga. Yana bitta o'zimizda o'tgan life hackga aytamiz. Esingizda bo'lsa, bir 24-yildami anaqa o'zgardi. 24-yilda umumiy komissiyalar narxiga bog'langan edi. Keyin hamma komissiyalarni kategoriyaga qarab bog'laydigan qilib qo'yishdi. O'zgarish bo'lgan edi. Shunda baribir shu unit ekonomika qanaqadir tovarlarni olib kelib qo'ygan bo'lasiz nimadir. Shu o'zgarish bo'lgan paytda biz nima qildiki, o'sha tovarni endi unit ekonomika bo'yicha to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, uni aytaylik mana ruchka sotayotgan bo'lsak, biz boshqa qimmatroq sotayotgan tovarimizga bonus qilib qo'shib berdik. Aytaylik, krossovka sotilayotgan bo'lsa, krossovkaga qo'shimcha qilib, misol, naski qo'shib berildi. Shunga o'xshagan narsa qilib, boshqa sotuvchilarga nisbatan ozgina ko'proq qiymat berib,
narximiz ularniki ham krossovka uchun 100 ming, bizaniki ham 100 ming bo'ladigan bo'lsa, bizda qo'shimcha mana bepulga noskisi bor deb turib, o'shani misol beryapmiz. Yoki ba'zi bir tovarlarimizda unda 100 ming bo'lsa, 105 ming qilib qo'yib qo'yganmiz. Noskimizning narxi misol uchun o'zi 5 ming turadi. Shuni hisobiga ham o'tda sotayotgan qimmat tovarimizni yaxshiroq sotishga, yaxshiroq taklif berishga erishdik. Ikkinchisidan qo'lingizda turgan arzon chekli tovarni pulini yechib olishga ham shu instrumentni qo'llasa bo'ladi. To'g'ri, qo'shilaman fikringizga. Birinchi yilgacha tovar olib bormay turish kerakmi? Boring sotib olish. Savolingizni tushunmadim, Dilor aka. Bu yerda hozir Diyor aka savol birinchi yilgacha tovar olib borib turmaymi, narx o'zgarib qoladimi degan ma'noda menimcha beryapti-da. Olib borish kerak, faqatgina siz hisob kitobingizni o'sha logistikaga 4000 ishlataman degan hisob kitob bilan agar foydaga chiqayotgan bo'lsangiz, keyin olib borsangiz bo'ladi. Shu ma'noda savol. Nima hisob kitobni baribir inobatga olish kerak. Hozir 2000 so'mda bo'lganda ham hisob kitobni albatta inobatga olish kerak. Keyinchalik 4000 bo'lganda ham hisob kitobsiz hech qachon savdoga kirishinglarni maslahat berib o'tmayman. Hozirgi даже savdoda yurayotgan bo'lsanglar ham, sherzutga ketganlaridek har bitta narsani masalan tovar kirib kelishidan tovar qanaqa qilib sotilgunigacha belgilangan har bitta o'zini qiymati bor va o'sha qiymatlarni inobatga olgan holatda sotuv yuritsanglar albatta o'zingizlarga ancha qulay bo'ladi. Chunki siz aynan bilasiz qaysi xizmat uchun qancha pul yechilayotgan va qaysi xizmat uchun qancha pul to'layotganingizni va qaysidir tovardan qancha siz foyda topishingizni va keyinchalik o'shanga qarab biznesingizni rivojlantirish imkoniyatini taqdim etadi. Hisob kitobsiz umuman biznes yuritish imkoniyati yo'q. Narxini o'zgartirsak sotuvga ta'sir bo'ladimi? Endi qarang, ikki taraflama bu yerda javob bersam bo'ladi. Men biznes tarafdan, sherzutga bizani hamkor tarafdan bu yerda javob bera olinglar bu savolingizga. Narx o'zgartirish ikki tarafga ham ta'sir qilishi mumkin. Masalan, narxini oshiradigan bo'lsangiz, sotuv kamayishi mumkin yoki narxini tushiradigan bo'lsangiz, sotuv ko'payishi mumkin va xuddi shu ta'sir qilmasligi ham bu narsaga. Ya'ni boya aytib o'tganlaridek, sherzutga narx tushirish degani bu to'laqonli hamma narsangiz sirazu sotilib ketadi degani emas. Diyoriga gapingizga qo'shilaman. Ko'pchilikda qo'rquv bo'ladi. Endi hozir ko'chada aytaylik, qanaqadir tovarimiz, yana o'sha bitta ruchka misolni keltiraveraylik. Ko'chada misol uchun 5000 so'm bo'lsa o'sha ruchka, men uni misol 9000 so'm qilib uzumda sotadigan bo'lsam, bunaqada narx qimmat bo'lgani hisobiga mendan mijoz qochadimi degan fikr bo'ladi. O'zi tegini olib qarasa, offlaynda xarid qiladigan mijoz bilan segmenti bilan, onlaynda xarid qiladigan mijozdan segmenti boshqa. Cheki past tovarlarga asosan o'sha tovarni sotib olish uchun uzumga qirilmaydi. Boshqa tovar sotayotganda o'shani qo'shimcha qilib olib ketadi. Misol uchun ro'mol sotayotgan odamlarda tegida rekomendatsiyasida shu ro'molga taqiladigan, ya'ni kalit so'ziga ro'mol kirgizib qo'ygan bo'ladi. Ro'molga taqiladigan har xil znachoklari yoki qistirib qo'yadigan anaqalari bo'ladi. To'nog'ichligiga o'xshagan, zakovga o'xshagan narsalari bo'ladi. Shunda ro'mol olgandan keyin bu cheki o'zi 9000 ekan yoki 11000 so'mlik narsa ekan deb turib, o'shani qo'shimcha qilib olib ketadi. Shuning uchun offlayndagi narx bilan solishtirish yoki uzumdagi narxi offlayn bilan solishtirish bu sal noto'g'riroq hisoblanadi. Nimaga deydigan bo'lsangiz, offlaynda ko'pchilik narx ko'radi, lekin mana uzum berayotgan yechimlarni biz uzumni outsource deb hisoblaymiz. Nimagaki, uzum biz uchun olib borib beradi tovarni mijozga, biz uchun reklama qilib beradi, biz uchun omborda saqlab beradi. Biz uchun misol uchun tovarni olmasa qaytarib olib kelib beradi. Mana shu joyi eng yoqadigan joy. Biz ham offlaynda tovar sotadigan bo'lsak, aytaylik Toshkentda turib, Nukusdan buyurtma bersa kimdir, uni jo'natib yuborishimizni o'ziga O'zbekistonda eng arzon kuryerskiy xizmat bu taxminan misol 20 so'm, 20 ming, 25 ming desa bo'ladi. BTS bor, misol uchun Farg'ola bor. Endi tasavvur qiling, sizga 8000 so'mga yoki 6000 so'mga o'sha tovarni ular olib borib bera olmaydi. Endi olib borib bergandan keyin mabodo mijoz o'sha tovarni xarid qilmasa, Nukusdan yana qaytarib olib kelib beriladigan bo'lsa, o'shanga yana yo'l kirib pul to'lash kerak. Lekin
menga aynan shu uzumni marketplace'larni savdosi nimasi yoqadiki, 100 marta tovaringiz borib kelsa ham, u xarajat sotuvchini bo'yniga tushmaydi-da, anaqani uzumni xarajati bu bilan ko'payadi, lekin siz bir marta sotganda shu logistik sborini to'laysiz. Shunga shunaqa yondashish kerak. Shuning uchun sal tovaringiz narxi offlaynga qaraganda sal qimmatroq turgan bo'lsa, bilingki, uni mijoz oladi. Chunki bu onlaynda xarid qiladigan mijozli segmenti sal boshqaroq bo'ladi. Ya'ni bizni shunaqa strategiyada tovar tanlayotganda shularni inobatga olib, keyin tovarni tanlaymiz. Gapingizga to'liq qo'shilaman. Nima sababdan aytaylik, misol sifatida keltirib o'tadigan bo'lsak, onlayn savdo bu birinchi o'rinda xalqqa qulaylik sifatida taqdim etiladi. Ya'ni siz tovarlarni o'zingizga uyingizgacha yetkazib berish yoki uyingiz oldingizgacha yetkazib berish, hech qayerga vaqt ishlatmagan holatda smartfon orqali o'sha o'zingizga kerakli bo'lgan tovarni tanlab, belgilangan punktga belgilangan vaqtida yetkazib olish imkoniyatini taqdim etiladi. Bu qulaylik baribir qanaqadir определенный narx turadi. Oddiy misol qilib aytadigan bo'lsak, taksida yurish bu jamoat transportida yurishdan baribir qimmatroq. Lekin odam bu narsadan foydalanadi, chunki bu odamni o'zini qulayligi. Bu xuddi shunaqa misol tariqasida keltirib o'tsak, bu odamlar uchun, ya'ni xalqimiz uchun yaratilayotgan qulaylik va shu qulaylik orqali foydalanayotgan kontingent deb nomlaydigan bo'lsak, albatta baribir foydalanib o'tishadi. Ya'ni siz boyagi ro'mol misolida keltiradigan bo'lsak, zakolka 2000 turadigan bo'lsa, uni bozorga tushib, hozirgi masalan yoz oyida issiqda bozorga tushib, uni 2000 ga olgandan ko'ra, o'sha narsani 8000 ga buyurtma topshirish punktiga yoki uygacha dostavka qildirib olgani o'ziga ancha qulayroq bo'ladi. Shunaqa, qulayroq ham bo'ladi, arzonroq ham tushadi. Chunki u bozorga borib kelishiga o'zi qancha vaqtini sarflaydi, pulini yo'l kiragiga hech bo'lmasa sarflaydi. Undan ko'ra o'sha vaqtini borib kelishiga 1 soat vaqt kelsa, uni bolalariga yoki o'zini boshqa samara razvitsiyasiga sarflasa bo'ladigan narsa. Shunaqa yondashish kerak. Shunda menimcha to'g'ri bo'ladi. Diyor aka, hamda savol tushibdi. Men 3x dan men bir xil tovardan 2 xil rang uchun 2 xil narxda logistika xizmati olyapti. Oq rangim uchun 8000 so'm, qora rangim uchun 20000 so'm. Shunga tushunmayapman deb yozibdilar. Mana ko'pchilik ko'p bunaqa xatoliklar bo'ladi. Nimaga? Siz tovaringizni upakovka qilayotgan paytingizda, aytaylik, mana biz futbolkada shu ishni qilamiz. Futbolkamizni razmeri upakovkasining razmeri 35 ga 25 bo'ladi. Uni agar qo'shadigan bo'lsangiz 50 santimetrdan yuqori bo'lib ketib qoladi, 3 o'lchami. Bu degani o'rta gabarit tovarga o'tib ketib qoladi birdaniga. Va logistika sbori qimmat bo'lib ketishi mumkin. Shuning uchun biz nima qilamiz? O'sha futbolkani upakovkasini, originalni upakovkasi o'zi qoladi, keyin uni 2 ga buklaymiz, upakovkasi bilan birga boshqa paketga solamiz. Avtomatik ana 35 santimetr degan joyimiz 2 barobar qisqaradi. 17,5 santimetrga bu yog'i kichikroq santimetr bo'ladi. Uje logistika sborimiz 50 santimetrdan kichkina bo'lgani uchun kichik gabarit tovarga o'tadi. Logistika sborimiz uje 4000 so'mga aylanadi. Endi bu yerda har bitta logistikadan yutib qolasiz. Nega endi 20000 so'm bo'lib qolishi mumkin boshqa rangga deydigan bo'lsa, qanaqadir mijozga borgandan keyin u ani paketidan chiqarib turib, uni ko'rgan, mabodo razmeri to'g'ri kelmadi, yo'q qanaqadir jihatidan to'g'ri kelmasdan qaytarib beradigan bo'lsa, u uje biz 2 ga buklanib qo'ygan razmerda emasdi, oddiy o'zini upakovkasida qaytib kelish ehtimoli bor. Shunaqa holatda sizni gabaritingiz o'zgarib qolgan bo'ladi-da, shuning uchun keyingi borgan paytda logistika sboringiz o'zgaradi. Va o'sha SKUni ham gabariti o'zgarganligi uchun ham logistikasi, ham omborda saqlanish puli o'zgarib qoladi. Shu joyiga e'tibor beringlar. Mabodo agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, lutchi o'sha bitta ikkita dona shunaqa tovaringiz bo'lib qolganini qaytarib olganingiz yaxshi. Bitta ikkitasini qaytsa, qolgani o'sha omborxona anaqa xizmatchilari ko'rib, haqiqatan gabaritingiz to'g'ri kelar ekan deb sizda yana eski o'sha arzon gabaritga o'tkazib qo'yishadi. O'tga qo'shimcha sifatida
man qo'shilib o'taman gapingizga, qo'shimcha sifatida ham keltirib o'taman. Har bitta qaytgan tovar sklad tomonidan qaytadan tekshirib o'tish holati bor. Ya'ni klientdan qaytib kelgandan keyin, ya'ni sotuvchi xaridor tovarni qaytib yuborgandan so'ng sklad uni hajmlarini tekshirish holati kuzatib o'tiladi va Sherzod aytganlaridek, agar futbolka o'sha boshqachasiga taxlangan holatida u gabariti o'zgarishi mumkin. Xodimlarimiz yozib o'tdi, qo'llab-quvvatlash markaziga murojaat qilsangiz bo'ladi. Gabaritlarni to'g'irlash bo'yicha, eski gabaritlaringiz bo'yicha tekshirib o'tishadi hamda agar noto'g'ri pul yechilgan bo'lsa, ya'ni dostavka, logistika uchun hamda хранение, ya'ni saqlaganlik uchun noto'g'ri pul yechilgan bo'lsa, uni ham kompensatsiya qilib berishadi albatta. Shunaqa. O'zi hali yana aytganimdaki, yo'riqnomani biza chuqur o'qib chiqadigan bo'lsak, shunga qarab turib uzunmi ichida ishlash algoritmini yoki ishlash tizimini sal bo'lsa ham tushunib olamizda. Shunga qarab keyin siz o'shanga o'zingiz yondoshsangiz bo'ladi. Hali aytgandek, futbolkani buklab qo'yib yoki boshqa narsa qilib yoki to'plam qilib sotish va o'zingizga fikrlar kelaveradi shunaqa. Shuning uchun ko'proq man anaqasini nima yo'riqnomani chuqurroq o'rganib kerak. Birinchidan, ikkinchidan albatta mana shu hozir mana uzum sotuvchilarning chatida e'lonlar bo'ladi. Chatni pinini yoqib qo'yish kerak. Chunki e'lon qanaqadir chiqsa, bu ertaga mana hozir kimdir mabodo tovarga ketdi, e'lonni ko'rmay qoldi, shu logistikasiz bor o'zgardi. Shu bilan Xitoydan tovar urayotgan bo'lsa, uje uni hisobga olmaydi. Anaqasini, logistiklarni, ya'ni yengillikdan xabarsiz qolib ketib qoladi. Shuning uchun yengillik birinchidan e'lon qilinadi anaqada, chatda, bundan tashqari anaqada o'zgarish kiritib qo'yiladi yo'riqnomada, uzum yo'riqnomasida. Shuning uchun kuzatib borish kerak albatta. Xo'p, Diyoraga yana savollar bormi? Savolni umumiy qilib aytadigan bo'lsak, bu yerda savollar qolmadi. Mana menga lичный savol berishdi. Do'koningiz haqida savol berib o'tishdi Sherzodga. Qanaqa do'konlaringiz bor, boshqa deb savollar berishibdi. Endi hammasini aytib o'tadigan bo'lsam, efir tugab qoladi. O'rtacha где-то bir uzumda hozirgi paytda 80 tacha do'konimiz bor. Amico Home degan do'kon, Amico Toys degan do'konimiz bor. Lekato kosmetika sotamiz. Keyin anaqamiz bor. TXN degan anaqa qurilish texnikalarini sotadigan do'kon bor. Yoki misol uchun Asman degan kichik anaqa kichik texnikalarni sotadigan bitovoy texnika, maishiy texnikalarni sotadigan do'konimiz bor va hokazo. Ko'p. Nimaga? Bu ham sразу bittanisi aytib ketish mumkin. Biza birinchidan do'konlarimizni brendi bo'yicha bo'lib chiqamiz. Ikkinchidan do'konlarimizni kategoriyasi bo'yicha bo'lib chiqamiz. Ya'ni kiyimniki alohida, oyoq kiyimniki alohida, texnikaniki alohida. Bu mijozga xarid qiladigan mijozingizga qulaylik tug'diradi birinchidan. Ikkinchidan, sizni tovaringiz aytaylik ko'pchilikda bo'ladi. Bitta do'konning o'zida ham trimmer sotadi, ham futbolka sotadi, ham naski sotadi, ham misol uchun kuchuklarning o'yinchog'ini sotadi. Bunaqada do'koningizga kirgan odam biladiki, bu olib sotar ekan degan xayol kelib qoladi. Shuning uchun kategoriya bo'yicha bo'lib chiqamiz. Shuning uchun bizda ham do'kon anaqa soni ko'p. Shu. Hali yana tepada savol bo'libdi. Hali unit ekonomikani tushuntirgan paytda shu jadvalni ko'rsak bo'ladimi deb savol berishdi Diyoraga. Hozir men QR kod qo'yib ko'rsatdim. Agar iloji bo'lsa shuni qaytarib ko'rsatib yuborsanglar, shu QR kodni bizani meni o'zim kanalim bor. Shu kanalda jadvalni joylab qo'yganman. Ochiq anaqada formatda o'sha jadvalni olib bemalol foydalansanglar bo'ladi. Nimani hisobga olish kerak, qanaqa hisobda qilish kerak. Agar yordam beradigan bo'lsa, xursand bo'lamiz. Diyoraga savollar bormi yana? Ertaga nima bo'ladi? Ertaga nima bo'ladi deb aytilgan ekan. Ertaga DBS, ya'ni yangi tizimimiz bo'yicha webinar bo'lib o'tadi. U ham o'zbek tilida olib boriladi. O'sha bu produkt hamda birgalikda olib boramiz. DBS tizimi haqida qisqacha aytib o'tadigan bo'lsam, bu delivery by seller deb nomlanadi. Ya'ni sotuvchining o'zi to'laqonli hamma prosesga javob beradi. Bizi faqat plashatka taqdim etamiz. Ya'ni sizga onlayn o'z marketplace so'zini periyod qiladigan bo'lsangiz, albatta Zoomda bo'lib o'tadi. Marketplace so'zini agar tarjima qilinadigan bo'lsa, market bu bozor, place bu
joy deb nomlanadi. Onlayn sotuv joyi deb belgilanadi va biz sizga joy taqdim etamiz DBS tizimi bo'yicha va dostavkasi, ya'ni yetkazib berish, klient bilan bog'lanish, hamma narsasi to'laqonli sotuvchi tomonidan olib boriladi. Ha, Bu zo'r. haqida DBS ertaga ko'proq ma'lumot berib o'tamiz. Diyor aka, mana shu DBS sistemasi bo'yicha mana o'zim fikrimni aytaman. Ko'pchilik aytadi, nima kerak bor ekan, baribir o'zimiz uni yetkazib olib borsak, o'zimiz mijoz bilan gaplashsak, u bu deydi. E, e, Juda katta qulayligi bor. Misol uchun mana uzumda tilla taqinchoqlarni yoki qimmat baholi narsalarni sotish misol mumkin emas edi. Adashmasam, hozir DBS sistemasida men bemalol zargar bo'ladigan bo'lsam, o'zimni do'konimdagi zargar buyumlarini uzumga qo'yib qo'yib va buyurtma tushgandan keyin mijoz bilan o'zim gaplashib turib, qimmatbaho bo'lgandan keyin o'zim yoki kurerskiy xizmat yoki tanishim orqali o'shani qo'liga yetkazib olib borib berish imkoniyatim bo'ladi, to'g'rimi? Albatta. Albatta, bu juda ham ko'proq imkoniyatlar beriladi. Nafaqat qimmat tovarlar haqida. A, katta gabaritli tovar, masalan, mebel yasab berish, bizada yetkazib berish imkoniyati yo'q logistika orqali. Va o'sha sababli DBS tizimi orqali mebel sotishi mumkin yoki o'shanga o'xshagan a, katta gabaritli tovarlardan sotuv amalga oshirish imkoniyatini taqdim etadi. Bir xil yopiq kategoriyalar bor bizada FBS va FBO tizimlarida sotish imkoniyatini taqdim etilmaydigan kategoriyalar DBS orqali sotish imkoniyatini taqdim etadi. DBS juda ko'p odam kutib turibdi. Qurilish materiallarini sotadiganlar yoki mebel sotadigan, mebel sohasi O'zbekistonda juda ham kuchaygan. Undan tashqari hali aytgandek qimmatbaho tovarlarni sotadiganlar. Shunda juda bu cheksiz. Shuning uchun o'ylaymanki, DBS bilan juda ham ko'p tadbirkorlar o'ziga foyda olishadi. Komissiyalari bo'yicha hech pul bo'lgan, qanaqa bo'lgan, uni reglamentlari bo'yicha уже ochiq formatda e'lon berilganmi? Diyor aka, men ham hali uni o'qib chiqmagan edim. Yo, endi beriladi. Komissiyalari bo'yicha boshlanishida hozircha FBO tizimi bilan komissiyalari bir xil bo'ladi. Keyinchalik o'zgartirib chiqamiz uni albatta. Tushunarli. Hozircha. Hamkasbda uzr, gapinglarni bo'ldim. 2 minutimiz qoldi. Shu oxirgi savollar bo'lsa, javob berib, shu bilan tugatsak bo'ladi. Xo'p. Prinsipi hamma savollarga javob berildi. Bolalar ham javob berib o'tishdi. Men bitta uzr, sherzitga gapingizga bo'ldim. 3 marta savol beryapman, iltimos javob beringlar deb yozilgan ekan kartochka SQL qo'shish bo'yicha. Sizga to'laqonli javob berishda kartochka yaratilayotganda buni qilsa bo'ladi va men bu oxirgi savol bo'yicha Qidirbek aka, iltimos qo'llab-quvvatlash markaziga murojaat eting. Bu holat bo'yicha biz albatta ko'rib chiqamiz va yordam berib o'tamiz. Ya'ni agar sizdan noto'g'ri logistika tizimi bo'yicha pul yechib olingan bo'lsa, albatta yordam berib o'tamiz. Agar siz tovarlaringizni olib ketmasdan logistika xizmati uchun pul yechib olingan bo'lsa, buni ko'rdim men. Diyor aka, mana shu 3 marta savol berdim degan odamga men bitta layfhak aytib ketmoqchiman. Qarang, bu yerda yozib qo'yibdiki, kartochka yaratganingizdan keyin men savdoga chiqardim, unga boshqa SKUni qo'sha olmayapman deyapti. Qo'sha olmaysiz. Shuning uchun kartochka yaratayotgan paytingizda agar siz bir dona qanaqadir mana shu mishkani kartochkasini yaratgan bo'lsangiz, shunga qo'shimcha qilib xarakteristikada rang qo'shib ketishingiz kerak. Aytaylik, buningiz qora bo'ladigan bo'lsa, qachondir yana oqini sotib qolishingiz mumkindir. Shuning uchun qo'shimcha qilib turib, yana rang xarakteristikasini qo'shib ketadigan bo'lsangiz, 1 yildan keyin sizda oq rang mana shu mishkingiz paydo bo'lib qolgan bo'lsa, o'shani yangi SKU qilib qo'shib ketasiz. 99% savdogarlar shu ish qilmaydi. Shuning uchun yugurib turgan kartochkasiga yana qo'shimcha qilib yangi rangi yoki yangi SKUni qo'shishga imkoniyati bo'lmaydi. Bu menimcha uzumni ichidagi reglamentlarga hammasiga to'g'ri keladi. Hech qanaqa qonunni buzmaysiz. Hech qanaqa qonun buzilmaydi, to'g'ri aytib o'tdingiz. Boshida kartochka yaratilayotganda oldindan buni bilib to'laqonli agar уже kelajakka e'tibor beriladigan bo'lsa, albatta biz ham maslahat berib o'tamiz. Nafaqat rang, razmer, setkalarni qo'shib, hamma narsalarni oldindan qo'shib o'tish bu juda ham qulaylik bo'ladi. Chunki siz aytganingizdek, уже
kartochka sotiladigan kartochka bo'lgandan keyin keyinchalik уже qo'shish imkoniyati bo'lmagandan keyin yangi kartochka yaratishga to'g'ri keladi. Oldindan qo'shib qo'ysa уже sotilayotgan kartochkasiga qo'shimcha rang, xususiyat qo'shib ketish imkoniyati juda ham qulay hisoblanadi. Shunaqa. Kartochka bu hozirgi paytda marketplace'larda bu anaqa investitsiya kiritgan qiymati bor bir produkt. Shuning uchun uni yurg'izib, yarim yil, bir yil yurg'izganingizdan keyin uni agar oldin olib qo'ymagan bo'lsangiz, kerakli xarakteristikalarni kiritib qo'ymagan bo'lsangiz, yana shuncha xarajatni boshqatdan qilishingiz to'g'ri keladi. Shuning uchun buni qo'llash kerak. Xo'p, Diyor aka, menimcha vaqtimiz bo'ldi. Hammaga rahmat kattakon. Agar kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uzr so'rab qolamiz. Mabodo yana savollar menga bo'ladigan bo'lsa, kanalga murojaat qilsanglar bo'ladi. Agar uzunga yo Diyor akaga savollar bo'ladigan bo'lsa, o'sha chatda savollar bersa bo'ladi menimcha. Diyor aka. Albatta, undan tashqari hozir forma jo'natiladi. Forma orqali savollaringiz, qaysidir savollarga javob berib o'tmagan bo'lsa, iltimos savollaringizni yozib o'ting. To'laqonli formani to'ldirib o'tsangiz, qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa, albatta biz siz bilan bog'lanib o'tamiz va yordam berib o'tamiz. Iltimos, ma'lumotlaringizni ham qoldiring savol berayotganingizda agar qanaqadir muammo bo'lsa. Eng glavnisi savdo qilishdan qo'rqish kerak emas. Hammaga savdosiga Alloh baraka bersin. Rahmat. Aytganingiz kelsin. Rahmat. Serjit aka, sizga ham kattakon rahmat qatnashganingiz uchun va Rahmat. juda yaxshi ma'lumotlar taqdim etganingiz uchun. Hammaga rahmat. Forma tashiymiz. Qatnashganinglar uchun sog' bo'linglar, charchamanglar.